Albatta Allohning va'dasi haq. Allohning va'dasi nima edi? O'lganinglardan keyin oxirat bor, haq. Qabrdan chiqasizlar, qiyomat bor, haq. Hisob-kitob bo'lasizlar, haq. Zolimdan mazlumga haqq beriladi, haq. Ibodatdagi pokiza insonlar jannatga, fojirlar esa do'zaxga ketishligi haq. Allohning mana shu bergan va'dasi haq. Bas hargiz sizlarni hayotda dunyo aldab qo'ymasin. Dunyo bir tirik narsamiki aldaydi siz bilan bizni. Biz o'zimizni aldab qo'yamiz. Dunyo aldamaydi bizni. Alloh taolo aytib qo'yibdi: "Aldanib qolma." Dunyo hayotiga berilayotgan ta'riflarning 4-si bu dunyo boylik va vaqtincha ne'matlanishlik hovlisi.